alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mening ismim Alibek. Men bo'sh vaqtlarimda kitob mutolaa qilishni yaxshi ko'raman. Men O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari qissasini o'qib chiqdim. O'tkir Hoshimov talantli o'zbek yozuvchisi. Adibning urushning so'nggi qurboni hikoyasi, Dunyoning ishlari qissasida ona timsolining qirralari juda ta'sirli ifodalab beradi. Men Dunyoning ishlari qissasini juda katta qiziqish, hayajon bilan o'qib chiqdim. To'g'risi, bu asarni o'qimasdan oldin ona siymosining, uning xarakter qirralarini anglamaganman. Bu kitob menga juda ko'p narsa berdi, ko'zimni ochdi. Onalarimizni asrash, e'zozlash, qadriga yetishni o'rgatdi. Birgina gilam paypoq hikoyasining o'zi ham ona zotiga haykal qo'yish lozimligini uqtiradi. Men onam bilan suratga tushdim. Sizni yaxshi ko'raman onajon deya mehr bilan quchdim. Aziz tengdoshlarim, sira kechikmasdan Dunyoning ishlari qissasini o'qing, seving, g'oyasini ta'rif qiling.